Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Rahmat. Xo'p, bugun sizlarni zavodingizga keldik. Obzor qilgani. Zavodingizning oti Accord Print. Accord Print. Ma'nosi nima? Accord qo'yganimizdan maqsad o'zi bizda guruh holding, boshqa sohalarimiz ham bor. Qurilish sohamiz bor. Mana yana boshqa 2-3 ta sohalar bor. Har bitta sohaning yoniga o'zini ma'nosini qo'yib qo'yganmiz. Print bo'lgani uchun Accord Print bo'lgan. Sizlarni anchadan beri bilamiz. 10 yildan ortiq tajribalar bor, adashmasam. Shunaqa to'ppa-to'p. Bu sohaga o'zi kirib kelishingizga nima sabab bo'lgan? Qanaqadir printda yo'nalishingizda bo'lganmi? Qanaqa kirib qolgansizlar bu sohaga? Bu sohaga boshida o'zimiz ham iste'molchi bo'lganmiz. O'zimiz ham upakovkalar ishlatganmiz. Keyin qiziqib shu sohaga kirib, shu sohani O'rta Osiyoda yetakchilardan bittasi bo'lib qoldi. Maqsadimiz yanada ham kengaytirib dunyo bozoriga chiqish xudo xohlasa. Yo'nalishlar bo'yicha o'sha 5 xil, 6 xil yo'nalishda ishlaymiz. Ya'ni oziq-ovqat, quruq nam salfetkalar, qurilish sohasi, tekstil, rojnilar va konditor. Asosiy yo'nalishi shunaqa. Pechatni turlari qanaqalari bor sizlarda? Glubokий pechat deydi, flexi pechat deydi. Hop, biz o'zi birinchi glubokий pechat turidan boshlaganmiz. Flexi pechat turiga o'tganimizga 1 yildan oshdi. Endi hozir o'sha flexi pechat yo'nalishida ham aktivniy o'zimiz ustimizda ishlab, o'zimizni o'stiryapmiz. Geografiya bo'yicha qaysi davlatlarga sizlar mahsulotinglarni, xizmatinglarni eksport qilgansizlar? Hozirgi kunda Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston va Afg'oniston bilan Rossiya hozir aktualligi endi aylanyapti. Afg'onistonda уже 1-2 ta kompaniyalar bilan уже do'g'or qildik. Rossiya bilan ham endi qilyapmiz, ikkitasi bilan.